Shuning uchun hayot qonunlariga, ya'ni shunaqa sabablarni qilish kerak. Nasib inshaalloh moliyaviy tomonlama ham karyera borasida anchagina muvaffaqiyatga erishamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun sizlarga muvaffaqiyatli odamlar ko'nikmasi, masalan, boy va biznesmen, boy, o'ziga ishongan, serg'ayratli, milliarder, millioner insonlarni ko'nikmalarini sizlarga tushuntirib beraman. O'zim olgan ilmlarni sizlarga ham tushuntirib beraman. Birinchi navbatda endi inson boy bo'lish uchun eng qiladigan birinchi narsasi bu pulni tejash kerak ekan. Men ana shu bugun pul psixologiyasi degan kitobni o'rgandim. Ana shunga aytayaptiki, boshida deyapti, iloji boricha tejang deyapti. Siz masalan bir oyda $2000 topasizmi yoki $3000 topasizmi, ma'lum bir summasini tejash kerak ekan. Ya'ni masalan ortiqcha narsalardan, moddiyat yoki boshqalar nima deb o'ylaydi degan fikrdan, masalan men mana bu jo'ramni yoki mana bu dugonamni, mana bu insonni o'zini bir xillar bor-ku, pul endi psixologiya bog'liq deydi. Boshqalarning ko'ziga, o'zini yoqtirmagan insonlarning ko'ziga yaxshi ko'rinish uchun pulni sarflaydi dedi. Shuning uchun boshida iloji boricha tejash kerak ekan. Tejash kerak va ana shu tejagan pulini jamg'arish kerak ekan. Bilamiz kelajakda nima bo'lishini oldindan bilmaymiz. Shuning uchun iloji boricha tejashimiz shart va zarur ekan. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Endi ana shu tejagan summangizni 50% jamg'arish kerak ekan. Oddiy misol, siz masalan bir oyda $2000 yoki $3000 topdingiz, to'g'rimi? Ana shuni 50%ni bir joyga jamg'arasiz. 50%ni esa shu kommunal to'lovlar, uy, bola, shu bolangizning kashasi yoki o'zi endi nimaga, ro'zg'orga sarflaysiz. Yoki bundan kam bo'lishi mumkin, lekin kamida 50%ni jamg'arish kerak ekan. Buni odat qilish kerak ekan. Endi ikkinchisi bu nima? Iste'mol qilgandan ko'ra ko'proq yarating deyapti. Ya'ni dunyodagi boy milliarder insonlar iste'mol qilishdan ko'ra ko'proq yaratuvchan insonlar, ya'ni ishlab chiqaradigan insonlar. Bu magazin bo'lishi mumkin yoki oddiy misol, men o'zi YouTube'da video qo'yapman, men YouTube'da video ham tomosha qilaman, podkastlar tomosha qilaman, ilmlar tomosha qilaman. Endi men iste'molchiman, to'g'rimi? Lekin o'zim masalan video yaratyapmanmi? Endi iste'molchidan ishlab chiqaruvchiga asta-sekinlik bilan o'tyapman. Sizlar ham shunday qilishingiz kerak ekan. Oddiy misol, bu ishlab chiqarish kerak ekanda, iste'mol qilishdan ko'ra ko'proq ishlab chiqarishingiz kerak. Iste'molchidan ko'ra ko'proq yarating deyapti. Ya'ni boy odamlar odatlari, badavlat kishilarning har kungi muvaffaqiyat odatlari shu pul psixologiyasi ham aytadiki, dunyodagi eng boy insonlar iste'mol qilgandan ko'ra ko'proq yaratadilar. Ya'ni masalan kimdir uyda televizor ko'radi, to'g'rimi? Bu televizor kambag'allarning odatlari ekan. Boy insonlar deyarli televizor ko'rmaydi. Shuning uchun men sizlarga tavsiya qilaman, televizor umuman ko'rmaslikni tavsiya qilaman. Yangiliklar, o'ta yangilik narsalarni masalan bironta o'g'ayningizga aytish mumkin-da, lekin bu unchalik siz bilan emas. Oddiy misol, o'zim ham shunaqa tanishlarim bor, aytadiki, dunyoda mana shu Eron bilan urush bo'lyapti, bu bo'lyapti. Bu tarixda bo'lgan bu voqea. Bizdan oldin ham urush bo'lgan, bizdan keyin ham urush bo'ladi, hozir ham urush bo'ladi. Bunga fokusni qaratmaslik kerak. Fokusni o'zimizning rivojlanishimiz, oilamiz, daromadimizga, ehsonga qaratishimiz kerak ekan. Ana shu muhim jihatlar ekan. Televizor ko'rishni maqsad bermayman. Uning o'rniga masalan farzandlaringizni oldiga kitob o'qing. Bu zo'r bu. Kitob o'qing. Ular ham masalan kitob o'qishga qiziqishi ortadi va shuni aytmoqchimanki, masalan siz o'zingiz telefon o'ynab o'tirib yoki televizor ko'rib bolangizga kitob o'qing desangiz, u sizning gapingizga quloq solmasligi mumkin. Chunki qush iniga ko'rganini qiladi. Shuning uchun o'zingiz farzandingiz oldiga kitob o'qisangiz, telefon o'ynamasdan kitob o'qisangiz, farzandingiz ham avtomatik darajada sizga o'xshaydi. Endi uchinchi maslahatim shundan iboratki, noto'g'ri odamlardan masofa saqlang deyapti. Ya'ni muhit muhimda, masalan sizning ana shu darajaga kelganingizga yoki farzandingizni kelajagiga muhitning juda o'rni katta. Men ana shunga qattiq amal qildim. Ya'ni muhitimni o'zgartirishga haligacha harakat qilyapman. Ya'ni muhit muhimda, masalan siz farzandingizni kelajagi uchun siz oddiy misol yaxshiroq maktabda qo'ysangiz, uni yaxshiroq sinfdoshlari bo'lsa, ana shu sinfdoshlari bilim bergan ustozlari uni kelajakka ta'sir qiladi. Shuning uchun muhit juda muhim. Siz ana shu 5 ta eng yaqin o'rtog'ingizni o'rtachasi bo'lasiz. Daromadingiz masalan oddiy misol, siz o'zi alkashlar bilan yoki qo'pol qilib aytadiganda ichkilik va beriladigan insonlar bilan yoki dangasa insonlar bilan birga yursangiz, siz ham dangasa bo'lib qolasiz. Shuning uchun agar siz mehnatkash, ilmli, mehnatkash
mehnatkash, ilmli, saxiy odamlar bilan, boy, muvaffaqiyatli insonlar bilan birga yursangiz, siz ham shunaqa bo'lasiz. Shuning uchun muhitni o'zgartirishni juda ham maslahat beraman. Ya'ni yaxshi insonlar bilan, dunyoqarashi keng insonlar bilan birga yurish kerak ekan. Sizlar ham shunaqa bo'lib qolasiz. Bu hayot qonuni. Bu hayot qonuni. Noto'g'ri odamlardan masofa saqlang. Siz eng ko'p vaqt o'tkazadigan 5 kishining o'rtachasida bo'lasiz. Bu gap menga juda qattiq ta'sir qilgan va buni ta'kidlashdan charchamayman. Agar atrofingizda doimo boshqalar haqida g'iybat qiladigan, kimnidir kamsitadigan yoki tinmay novlaydigan odamlar bo'lsa, ulardan uzoqlashish yo'lini toping. Chunki bu muhit atrofingizda bor ekan. Siz beixtiyor ushbu fikrlar tarzini yoqtirib olasiz va hayotingizda keskin o'zgarishlar qilish juda qiyin bo'ladi. Ya'ni siz agar har kuni kitob o'qisangiz, masalan pulni tejasangiz, lekin yomon muhitda bo'lsangiz, ular dangasi bo'lsa, siz ham shunaqa bo'lib qolasiz. Mana men bulardan ozgina yaxshiroq o'qiman degan tasavvur bo'ladi sizga. Shuning uchun agar boy, muvaffaqiyatli, mehnatkash, saxiy odamlar bilan birga yursangiz, bular mana bu narsaga yetdi. Endi men ham mana bularga yetib olishim kerak deb qilish kerak ekan. Harakat qilasiz. Muammolarni qanday qilib ko'proq boylik orttirish, qiyinchiliklarni qanday yengish yoki to'siqlardan qanday o'tish haqida bo'lgan insonlarni toping. Agar siz endigina yo'l boshlayotgan bo'lsangiz, buni qilish qiyin bo'lishi mumkin. Ya'ni endi yana bitta keyingi maslahatim shundan iboratki, bu 4-chinisini bilmayman. Keyingi maslahatim inson hayotda biron bir maqsadga erishish uchun yoki muvaffaqiyatga erishish uchun sportni o'rni juda muhim ekan. Ya'ni sport borku, bu ayniqsa erkaklarga juda muhim deb hisoblayman. 90% muhim deb hisoblayman. Ana shu muvaffaqiyatga erishish uchun sport juda muhim deb hisoblayman. Chunki men o'zim ham ana shu nimaga erishgan bo'lsam borku, ko'pchilik ana shu xarakterim orqali yoki sportni tanlaganim orqali deb o'ylayman. Chunki sport juda muhim. Bu trenajyorniy zal deydimi, boks bo'ladimi, sambo bo'ladimi, farqi yo'q. Sport, futbol bo'ladimi, farqi yo'q. Sport juda muhim ekan. Ya'ni bu sportning afzalliklarini o'zim ozgina aytaman, o'zim bilgan nimalarni qisqacha qilib aytaman. Endi ko'proq aytsam vaqtimiz ko'p ketadi. Sport birinchi navbatda insonni, erkakmi, ayolmi, erkaklarga ayniqsa o'ziga ishonchni, duhni yaratadi. Tushunyapsizlarmi? Masalan, oddiy siz bironta biznes ochmoqchisiz. Bunga ko'zingiz yetadi, duhingiz yetadi. Ana shuni qilasiz, nasib inshaalloh ilmingiz orqali ana shu nimaga biznesingiz oshib ketadi va siz muvaffaqiyatga erishasiz. Ana shu muhim jihatlar ekan. Sport ana shu sizga duhni, ya'ni o'ziga ishonchni shakllantiradi. Agar o'zingizga ishonchingiz bo'lmasa, duhingiz bo'lmasa, siz hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmaysiz. Yoki rahbarlik ham qila olmaysiz. Birovlarni ishlatish bo'ladimi yoki biror narsa bo'ladimi, ana shu sport muhim jihatlar ekan. Bu salomatligiga ham muhim. Ya'ni siz sport bilan shug'ullansangiz borku, energiyangiz ham oshadi. Masalan, mehnatkash bo'lasiz. Qoningiz yaxshi aylanishi natijasida siz energiyangiz oshib boradi. Men buni uddala olaman degan papka ochiladi miyangizga. Muvaffaqiyatga erishganimda buni yozib qo'yaman. Har bitta muvaffaqiyatga erishish uchun uni yozib qo'yishim kerak ekan. Endi 4-inchisi minnatdorchilik bildiring deyapti. Ya'ni minnatdorchilik deganda har kuni ertalabmi, kechqurunmi, masalan siz nimaga erishdingiz, sizni Allohimga behisob shukr. Masalan, men oddiy misol o'zim haqida aytaman. Masalan, Allohimga behisob shukr. Oddiy misol, mening telefonim bor, mening mashinam bor. Allohimga behisob shukr, men ko'ra olyapman, men gapira olyapman. Allohimga behisob shukr, men ertalab yeyishga ovqatim bor. Ayrimlarniki yeyishga ovqati yo'q ertalab. Allohimga behisob shukr, ana shu masalan mening farzandim bor, mening ota-onam Xudoga shukr tirik, mening farzandlarim bor, Allohimga behisob shukr deb ana shu minnatdorchilik bildirish kerak ekan. Allohimga minnatdorchilik bildirish kerak ekan. Ya'ni ko'proq istig'for aytish kerak ekan. Bu ham borku, ruhiyat tomonlama ham yaxshigina foydasi borda. Ya'ni minnatdorchilik bildirasiz. Ya'ni Allohimga behisob shukr, men mana shunaqa mashinam bor. Nasib bo'lsa kelasi yil bunaqa bo'ladi deb o'zingizga nima qilsangiz, ya'ni ongingizda shunaqa bo'lsa, ongingiz bundanda ko'prog'iga, ya'ni Allohim sizga bundanda ko'prog'ini beradi. Shukr qilib yashash kerak ekanda, qisqa qilib aytganda, jaydari qilib aytganda shukr qilib yashash kerak ekan. Oddiy misol, Allohimga behisob shukr, men sog'lomman, Allohimga behisob shukr, men yura olaman deb nima qilsangiz kerak. Allohimga behisob shukr, men davlat ishida ishlayman. Allohimga behisob shukr, Allohimga shukrlar bo'lsinki, men mana shunaqa bizneslarim bor, ham mana shunaqa bizneslarim bor, ham YouTube'da video qo'yapman, ham davlat ishida ishlayman. Allohimga behisob shukr deb aytish kerak ekan. Ko'pchilikning ishi ham yo'q, davlat ishiga ham ishlamaydi, ko'pchilik bilamiz. Ana shu muhim jihatlar ekan. Endi 5-inchisi.
Beshinchisi bu boya aytganimdek shu daromadingizni yana 50%ni jamg'arishingiz bu juda muhim ekan. Ya'ni siz oylik maosh olasizmi? Bu oylik maosh davlat ishiga ishlaysiz, oylik maosh olasizmi yoki biznesingiz orqalimi yoki taksi haydaysizmi farqi yo'q. Siz daromad oldingizmi, ana shu daromadingizni 50%ni bir chetga jamg'arishingiz kerak ekan. Shart va zarur bu. Men kamida 50%ni deyapman, lekin mayli bu 20% bo'lsin, 30% bo'lsin, lekin bir chetga o'ylab qo'yishingiz kerak. 3 xil formulani sizlarga tushuntiraman. Boylik formulasi bor, kambag'allik formulasi bor va o'rtaxil formulasi bor. Kambag'allik formulasi bu, ya'ni qashshoqlik kambag'allik formulasi bu shunday daromad oladi bir kunda, bir oyda masalan $1000 yoki $500 oladi, to'g'rimi? Ana shu $500 oldimi, daromad oldimi, ana shu $500 xarajati $550 bo'ladi. Daromadi $500, xarajati esa bundan ko'proq bo'ladi. Bu qashshoqlik formulasi, bu xavfli ekan. Endi nima kambag'allik formulasi? Kambag'allik formulasi ham shunday. U qarz olmaydi hech kimdan, lekin ana shu daromadini hammasini sarflaydi. Bu ham kambag'allik formulasi ekan. Lekin boy va muvaffaqiyatli insonlarning formulasi esa masalan daromadini kamida 50%ni bir joyga jamg'aradi va ana shu tomo ko'l bo'lur degan narsa borda. Ana shunga nima qilib, keyin ana shu jamg'argan pullarni yaxshi joyga investitsiya qiladi. Men yana bitta muhim jihatni aytaman. O'rtaxo'llar masalan pulni jamg'aradi va bitta iPhone sotib oladi yoki qimmatbaho narsa sotib oladi yoki masalan mashina sotib oladi. Bu ham xato ekan. Ana shu jamg'argan pullaringizni biznesga yoki o'zingiz tushunadigan biznesga, o'zingiz tushunmaydigan demayapman. Agar o'zingiz tushunmaydigan biznesga kirib qolsangiz, bu kattagina muvaffaqiyat, kattagina pul yo'qotasiz. Shuning uchun o'zingiz tushunadigan, qadriyatingizga mos keladigan biznesga investitsiya qilishingiz kerak ekan. Uy sotib olasizmi yoki chorva sotib olasizmi, farqi yo'q bu. Farqi yo'q. Shuning uchun endi keyingisi aniq maqsad qo'yish kerak ekan. Ya'ni siz masalan har yili aniq maqsad qilib ana shu maqsadga erishasiz. Ya'ni siz agar men hozir universitetda ishlayapman, lekin men kelasi yil nasib bo'lsa hokim bo'laman desangiz, bu aniq maqsad bo'lmaydi. Chunki buni iloji yo'q. Bunga etapma-etap chiqish kerak ekan. Shuning uchun masalan asosiy maqsad qilish kerak ekan. Moliyaviy maqsad. Masalan men ana shu oddiy misol, men hozir 30 million topyapman, lekin keyingi oyda 100 million so'm topaman. Bu nerealniy bu. Shuning uchun realniy maqsad qilish kerak ekan. Oddiy misol men hozir $2000 topyapmanmi? Nasib bo'lsa 3 oydan keyin men ana shu daromadim $2500 bo'ladi. $2,5 topish uchun men ana shu sabablarni qilsam, Allohim menga beradi deb aytish kerak ekan. Allohimga behisob shukr. Ana shunaqa qilish kerak ekan. Ana shuni qilsangiz nasib bo'lsa hayotingiz o'zgaradi. Hammaga rahmat. Iloji boricha podpiska bo'ling, like bosing, boshqalarga ham ulashing, ilmni ulashing boshqalarga ham. Agar kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr, men endi yaqinda boshlayapman shu nimani. Ya'ni YouTube'da o'zimning brendimni qurishni yaqinda boshlayapman. Agar ma'qul kelmasa like bosing va boshqalarga ham videoni jo'nating. Hammangizga rahmat.